Xo'p, hurmatli obunachilar, do'stlar, assalomu alaykum. Anya Buranova va Gul do'konining optik joyiga kelganmiz. Anya Buranova filiali. Bu asosiy katta filiali hisoblanadi. Sotuv bo'limini ham videolarni qilganmiz. Biz YouTube kanalida, Ahmadura.uz kanalida bor. Anya Buranova va Gul do'konlari. Xo'p, sotuv bo'limidan video qilganimizda ba'zi bir obunachilarimiz qimmat dedi. Ba'zilari oddiy gullardan video qiling, o'zimiz O'zbekistonda yetishtiriladigan gullardan video qiling dedi. Do'stlar, mana kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kimga manfaatli bo'lsa, videolarimiz albatta like va podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Xo'p, do'stlar, bu yerda gullarimiz optim narxlarda, optim xohlasalaringiz sotib foydalanishga olib ketasizlar, xohlasalaringiz donaga. Xo'p, hamma yo'nalishlari bor. Do'stlar, hozir bitta obzorni qilib bitta aylantiraman. Hozir narx-navolarni aytmayman. Faqatgina hozir bitta aylantirib do'konda qanaqangi gullar bor. Xudo xolasa keyingi safargi videolarimda hammasini narx-navolarni aytib ketaman. Agar video qiziq bo'lsa, albatta like va podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Xo'p, do'stlar, unda boshladik. Palmalarimiz mana. Men qo'ldan kelgancha o'zim professional emasman, gulchilikni juda yaxshi tushunmayman, nomlarini bilmayman, lekin qiziqaman, lekin nomlarini bilmayman. Agar gul shaydolari bo'lsa, gulni haqiqiy shinavandalari bo'ladigan bo'lsa, bemalol ko'rib, bilib, gullarning nomlarini ajrata oladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana videomiz davom etmoqda. Hozir polni bitta do'konda obzor qilamiz. Xo'p, gullarimiz asosan Gollandiya va Xitoy davlatidan keltiriladi. Xo'p, zakaslaringizga qarab yana boshqa joylardan boshqa turdagi gullarimiz ham xohlasalaringiz olib kelib beradi. Do'stlar, bitta opamiz orxideya gulini so'ragan ekan. Orxideya gulini men Anya Buranova Xolida opa, ya'ni ish yuritadigan opadan so'raganimda, orxideya gulini keladi ekan, u juda ko'p xaridori ko'pligi uchun bir zumda birpasda sotilib tugab ketar ekan. Ozginagina qolgan ekan orxideya gullari 85 ming so'mdan. Yanglishmasam 85 ming so'mdan. Hozir agar video davomida qolgan bo'lsa, men ko'rsatib narxini ko'rsatib ketaman, shu orxideya imindan. Qolganlarni lekin narxlarini ko'rsataman, kelasi videolarda ko'rsataman. Bu videoni ko'rsatishimdan maqsad, xo'p, do'stlar, kimga opa-singillarimiz, ayniqsa ayol qizlar, gulchilikka qiziqadiganlar ko'p ekan. Xo'p, kimga qanaqangi gullar kerak bo'ladigan bo'lsa, polni bitta obzorni qilib ko'rsatyapman. Bu do'konda mana bunaqa gullar bor ekan deb bir qator polni ko'rsataman. Mana bunaqa turdagi gullar, mana ko'rib turganlaringizdek bular. Mana bu qulog'i, barglari katta gullar, mana bunaqa oq har xil ochiladigan gullarimiz. Bundan tashqari mana mayda bargli mana bunaqa gullarimiz bor ekan. Bundan tashqari mana bunaqa shtativlarimiz bor, gul qo'yadigan pastavkalarimiz bor. Gul tuvagi bilan qo'yib sotiladi pastavkalar. Bular ham uyingizlaringizga mos, mehmonxonalaringizga, eshik, ya'ni mana tashqarilaringizga mos pastavkalar bor. Narigi gul tuvak ko'k rangda. Kimga mana shu pastavkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu optim gul do'koniga kelsalaringiz, bemalol kelib, ko'rib, aylanib, pastavkaga mos gul tuvaklarni qo'yib, gul tuvaklarni qo'yib, unga moslab gullarni ham olishlaringiz mumkin. Do'stlar, mana gullarda hamma turidan bor. Hozir do'konni bitta obzor qilaman. Bitta opamiz kommentariyada yozgan ekan, narx-navolarni aytib keting bu gullarni deb. Bitta opamiz bu gulga qiziqib qoldim. Gullarga qiziqib qoldim. Men endi shu joyga borib gullarni tanlab olaman degan ekan. Bemalol behijolat. Manzillarimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Postgayning yonidan kirganda o'ng qo'l tomonda. Do'stlar, bemalol behijolat kelib, aylanib, yoqqan gullarni olaverasizlar. Anya Buranovaning gul do'konining nomerlarini qo'yib ketamiz. Ikkita nomerni qo'yib ketamiz mana shu video davomiga. Bemalol chiqib, aloqaga chiqib, zakaslaringizni aytishlaringiz mumkin. Keyin yana bir narsani aytib qo'yaylik, bu yerdagi gullar, ko'rib turgan gullaringiz kelasi safarga almashib ketishi mumkin yoki tugab qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun videodagi nomerlarga telefon qilib kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Mana ayrim gullarni pullarini qaratib ketaman, ko'rsatib ketaman. Xo'p, do'stlar, mana
Hurmatli opa-singillar, aka-ukalar, mana orxideya gulimiz mana. Sizlarga aytdim 80 ming so'mdan ekan. Bitta opamiz kommentariyada so'ragan ekan, o'sha orxideyani bilib bering, ko'rib bering deb. Mana do'stlar, bu yerda mavsumiy gullarimiz ham bor. Bu yerda mavsumiy salqin joyga ekadigan gullar ham bor. Salqin joyda meni uyim salqin, devorim tagi yoki daraxtlarim tagiga qanaqa gullar eksamikin degan gullar ham bor. Qaysi gullarni ekishlari tavsiya beradi. Anya Buranova o'zi shaxsan o'zlari aloqaga tushsanglar, ekrandagi nomer o'zlariniki bo'ladi, ikkita. Nomerni qo'yib ketaman. Xohlasalaringiz bu gullaringizga mos gul tuvaklar ham bor. Katta razmerdagi gul tuvaklarimiz, xohlasalaringiz gullik tuvaklardagi, xohlasalaringiz to'rtburchak ko'rinishdagi, xohlasalaringiz yumaloq ko'rinishdagi gul tuvaklar ham bor. Bexijolat, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, hurmatli obunachilar, mana shu gul ishqibozlari, kimda mana shunaqa gulchilik bilan shug'ullanadigan opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, meni kanalimda albatta o'zimning nomerim bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Vodiy bo'ylab inshaalloh o'tib, obzorini qilib, gulchilikni rivojlantirib, qaysi viloyatda qaysi guldan bor, qayerda o'ptim gullar bor, shular xususida men videolar joylab boraman. Kimga gul videolari kerak bo'ladigan bo'lsa, meni kanalimga kirib, bemalol ko'rib, dastlabki hamma xillarini, xullas hamma turlarini aytib ketamiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, meni kanalim orqali bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Reklamalarimiz tekin, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, dastavkalarimiz 12 ta viloyat bo'yicha, 12 ta viloyat, bundan tashqari qo'shni davlatlarga ham dastavkalarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, do'stlar, video albatta yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmalarini bosishni unutmanglar. Kanalimiz yangi. Yana sizlarga qanaqangi savol masalalar qiziqtiradigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozinglar. Kelasi safarga va'da beraman, albatta narx-navolari bilan aytib ketaman. Faqat bugungi videomiz ham uzr so'rayman, sizlar kechirib qo'yasizlar degan umiddaman. Bugungi videomiz ham faqatgina obzor, polniy gul do'konining obzori.